Oldinlari hajga yo umraga kelsak, o'zbekcha ovqat qidirib qiynalib yurardik. Endilikda mana soat binosini o'zida mujassam. Har manzilani tushuntirib o'taman. Qani ketdik. Soat binosini ichiga kiramiz, mana birinchi etajdan eskalator tomonlama yurib boramiz mana. Bu birinchi etaj hisoblanadi. P3 ga chiqamiz. P3 gacha. Nima deydi? Bari o'zbekona, o'zbekligimizga boramiz, o'zbek ovqatlarini qidiramiz ko'pincha. Ko'pchilik qidirib qiynalib yurganlar uchun bu videoni maxsus tayyorlayapmiz, xudo xolasa. P3 degangacha chiqamiz, xudo xolasa. Xullas, Makka mukarramaga kelganda McDonald's, KFC yoki boshqalarda o'chirib turib joy topolmay yurmaysan. Endi bundan buyog'i 1000 kvadratdan oshiq joyga o'zbeklarimiz, o'zimiz o'zbek akalarimiz, sizlar uchun, biz uchun, butun xalqimiz uchun, butun kelgan mo'min musulmonlar uchun mana bitta chiroyli joylarni ochib qo'ygan. O'zbekcha ana bemalol uyaltirib qo'ymaydi. Katta-katta akalar bilan kelsanglar ham bo'ladigan joylar. Keldik mana 3-etaj P3 ga chiqqanimiz bilan bu yoqqa qarab yuramiz mana. O'zbek taomlari yozilgan mana. Kelaveramiz. O'zbekcha qozonlarda hozir ochadigan vaqtimiz kelyapti mana. O'zbek kuxnyani qarang, atmosfera nima deyapti. Keyin mukarramaga kelib, bunaqa o'zbekcha ovqatlanib o'tiramiz degan hayolimizga ham kelmagan vaqtida qarang, ovqat mayli ovqatlanib. Va mamlikka mana behamatchot mana jilmagan nechi endi bu nechi bo'ldi. O'zbek bo'lgandan keyin o'zbekni milliy brendni ko'taraman deb shunga ham foydalanayotgan ekanlar-da, lekin gap yo'q, rahmat. Abdurahmon aka, Assalomu alaykum. Makkaga kerak edi, bunaqa joy, to'g'rimi? Makkada bitta milliy taomlar bor edi, lekin juda ham bir o'chirit, navbat va joyi ham kam edi. Bo'lsa 15 ta joyi bor. Hozir nechta? 300 ta deyishdim, 300 ta joyi bor ekan. Milliy taomlar endi bemalol uydagilarimiz, qavm qarindoshlarimiz kelib mazza qilib xuddi O'zbekistonda ovqatlanganda ovqatlanadi. Eng muhimi o'zbek qorin to'q bo'lsa bo'ldi. Keyin muammo bo'lmaydi.